qanday qilib nafsingni yengding? Men haqimda kim aytib berdi? Esingdami, qulog'imga kitob o'qima deb pichirlagan eding. Shunda senga qarshi chiqish uchun ataylab Fotih tumanning Bas qil ey nafs kitobini o'qidim. Nafsim bu men ekanligim. Har safar namozga turmoqchi bo'lganimda meni to'xtatib, menga vaqt bor hali deb pichirlagan sen eding. Yaxshilik qilmoqchi bo'lib insonlarga samimiy bo'lsam, kibrni eslatar eding. Lekin bir joyda xato qilding. Xo'sh, nima degan edim? Asal bu kitobni aslo o'qima. Bu mening sirlarim deb aytgan eding. Esingdami? Voy, ha shunday. Keyin hammasini o'zim, ya'ni nafsim aybdor ekanligini, bundan boshlab o'z nafsimga qarshi chiqib, har bir menga pichirlagan so'zlaringga qarshi ish qilishni boshladim. Sen haqingda ko'proq bilib oldim. Aziz Mahmud Xudoyi qilgan har bir qiyinchilik va azoblarni o'qib, o'zim ham sinab ko'rdim. Endi men dunyoni emas, haq bo'lgan oxirat uchun kurashaman. Bilaman, sen o'lmaysan, lekin endi sen mening qulimsan, ey nafs. Asal, to'g'ri aytasan. Sen yutding. Bu kitobni faqat o'zing o'qib, boshqalarga tavsiya qilma. Aytdim-ku, aytgan ishingni teskarisini qilaman deb.